Metroning oldidan uy olmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz 3 xona avtorskiy proyekt asosida ta'mirlangan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganlaring uyimiz zal qismi. Uyimiz manziliga keladigan bo'lsak, Chilonzor tumani Y kvartalida joylashgan. Novza metroga atigi 100 metr. Bu yerda esa ota-onalar xonasi. Barcha mebel texnikalar bilan jihozlangan. Eslatib o'tamiz, uyimizning umumiy maydoni 74 kvadratdan iborat. Bu yerda bolalar xonasi, bizning dars qilish uchun stol va javonlari bilan, bu yerda esa stroyniy shkaflar o'rnatilgan. Bu yerda esa sanuzellarimiz alohida joylashgan bo'lib, bu yerda glavniy eshikdan kirib kelish va albatta hojatxona va oshxonamiz. Barcha kerakli jihozlar bilan ayollarimiz uchun ta'minlangan. Balkonimiz 1 ga 7. Ushbu ta'mirdan so'ng hali hech kim yashamagan uyimiz 9 qavatli binoning 8-qavatida joylashgan. Egalari tomonidan 127 ming AQSh dollari baholanmoqda. Sunnatiga ozgina o'tib beriladi. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsioniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.